Assalomu alaykum. Efirda Samarqandda ta'lim haftachida dasturi. Tanishing, bugungi dasturimizdan quyidagi lavhalar o'rin olgan. Samarqandda pedagoglar attestatsiyasi bo'lib o'tmoqda. Maktab faoliyati va zamonaviy yondashuvlar muhokama etildi. Samarqand shahridagi 82-umumta'lim maktabida o'tkazilgan seminardan lavha. Samarqandda oliy ta'lim tizimida inklyuziv ta'lim istiqbollari va imkoniyatlari, muammo va yechimlar mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman bo'lib o'tdi. Sohaga doir prezident qaror va farmonlari mazmun mohiyatiga bag'ishlangan uchrashuvlar tashkil etilmoqda. Xabar qilinganidek, bir necha kundirki Samarqandda pedagoglar attestatsiyasi bo'lib o'tmoqda. O'tgan 17 kun davomida viloyatning 10 ming nafardan ortiq pedagoglari o'z mutaxassisliklari bo'yicha bilimlarini sinovdan o'tkazdi. Joriy yilning 15-aprel sanasidan boshlab Samarqand shahridagi bilimlarni baholash markazida pedagog kadrlar attestatsiyasiga start berilgan edi. Ayni kunlarda jarayonlar qizg'in pallaga kirgan. 2025-yil 15-may sanasiga qadar davom etishi belgilangan ushbu attestatsiya jarayonlarida Samarqand viloyati bo'yicha 18480 nafar pedagog mutaxassis ishtirok etishi ko'zda tutilgan. Ushbu attestatsiya ta'lim tizimida kadrlar salohiyatini aniqlash, mutaxassislarning malaka darajasini baholash hamda ularni rag'batlantirishning muhim bosqichi hisoblanadi. Attestatsiya jarayonlarining shaffof va adolatli o'tishi ta'minlanmoqda. Bunda ishtirokchilar uchun barcha zaruriy texnik va maishiy sharoitlar yaratilgan. Imtihonlar onlayn test tarzida o'tkazilmoqda va har bir ishtirokchi tez yakunlanishi bilan o'z natijalarini darhol bilish imkoniyatiga ega. Men Bulung'ur tumani 19-maktab ona tili adabiyoti o'qituvchisiman. Bugun ikkinchi toifani olish uchun testga topshirdim va toifani qo'lga kiritdim. Test jarayonlari juda ham shaffof o'tmoqda. O'sha kompyuterning oldiga borganda Face ID men yuzimni tanidi va darrov menga testlar chiqib keldi va natijani ham o'sha paytning o'zida bilyapmiz. Jarayonlar juda ham shaffof o'tmoqda. Testni tashkil etayotgan tashkilotchilarga barchasiga minnatdorchiligimni bildiraman. O'tgan yili 80 ball bilan oliy toifani qo'lga kiritgan edim. Bu yil ham o'zimni sanash maqsadida attestatsiya imtihoniga topshirib ko'rdim va 92 ballni qo'lga kiritdim. Savollar juda ham mantiqiy tuzilgan, test jarayonlari shaffof, oqilona bemalol kuzatib turish mumkin. Kuzatuv kameralari buni ochiq tarzda ko'rsatib turibdi. O'z ustida ishlab yurgan ustozlar bemalol bu savollardan maksimal o'sha ballni to'plash mumkin. Samarqand shahridagi 82-umumta'lim maktabida tuman shahar maktabgacha va maktab ta'lim bo'limlari boshliqlari ishtirokida o'quv-amaliy seminar tashkil etildi. Seminar kun tartibidan maktab faoliyati, o'quv-tarbiya jarayoni, yaratilgan zamonaviy shart-sharoitlar, jumladan ko'rgazmali stendlar bilan tanishish hamda ta'lim sohasiga doir qator dolzarb masalalar muhokamasi o'rin oldi. Tadbir ishtirokchilari maktabdagi zamonaviy sinfxonalari, sport zali, kompyuter xonasi, qizlar va o'g'il bolalar uchun texnologiya kabinetlari, shuningdek yoshlarni chaqiruvga qadar tayyorlash xonalarini ko'zdan kechirib, ulardagi jihozlar va imkoniyatlar bilan yaqindan tanishdilar. Seminar davomida 82-maktabda o'rnatilgan ko'rgazmali stendlarning uslubiy va ko'rgazmali jihatdan samaradorligi e'tirof etildi va ularni viloyatdagi boshqa maktablarga tatbiq etish masalalari muhokama qilindi. Xususan, har bir tumanda namunaviy maktablar tashkil etish va ushbu maktablarda maktab direktorlari ishtirokida o'quv seminarlar o'tkazish belgilandi. Seminarda Samarqand viloyat hokimligi tashkiliy kadrlar guruhi rahbari Behzod Rahmatullayev ham ishtirok etib, kadrlar salohiyatini oshirish va samarali boshqaruv bo'yicha o'z fikr va tavsiyalarini bildirdi. Shu bilan birga ko'rgazmali stendlarni tayyorlash uchun o'quvchilarni ota-onalaridan mablag' yig'maslik, bu borada tuman hokimliklari bilan hamkorlikda mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan zarur shart-sharoitlar yaratish bo'yicha tegishli topshiriqlar berildi. Tadbir ochiq muloqot va amaliy takliflarga boy bo'lib, ta'lim tizimidagi yangilanishlar uchun muhim qadam sifatida baholandi. Samarqand davlat chet tillar institutida oliy ta'limda inklyuziv ta'lim istiqbollari va imkoniyatlari, muammolar va yechimlar mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman bo'lib o'tdi. Navbatdagi lavhamiz shu haqida. Anjumanda inklyuziv ta'lim istiqbollari muhokama qilindi. Anjuman ochilish marosimida mamlakatimizda ta'lim sohasidagi turli darajadagi muassasalar va xalqaro tashkilotlar vakillari, professor o'qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar, institut rektori Bahodir Xoliqov, shuningdek viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi boshlig'i Muzaffar Hamdamov ishtirok etdi. Muzaffar Hamdamov o'z chiqishida keyingi yillarda O'zbekiston ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan inklyuziv ta'limni rivojlantirish borasidagi ishlar haqida to'xtalib o'tdi. U ta'limda teng imkoniyatlar yaratish va alohida ta'lim ehtiyojiga ega bolalarni jamiyatga moslashtirishda inklyuziv yondashuvning ahamiyatini alohida ta'kidladi. Ayni paytda umumta'lim maktablarida inklyuziv sinflar tashkil etilgani, alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalarning sog'lom bolalar bilan birgalikda ta'lim olayotgani ijobiy samaralar berayotganligini qayd etdi. Bu esa bolalarda bag'rikenglik, hamjihatlik va ijtimoiy faollikni shakllantirishga xizmat qilmoqda.
tartibda eng katta bu o'zgarish inson ijtimoiy xizmatlar markazining tashkil qilinishi va nogiron farzandlarimizga, millatimiz kelajagi bo'lgan o'g'il qizlarimizga ta'limda bir xillikni yaratish uchun inklyuziv sinflar va inklyuziv markazlar tashkil qiladi. Bu yil ikkita maktab inklyuziv sinflar tashkil qilyapmiz va inklyuziv ta'lim oladigan bolalarga alohida o'qituvchilar jalb qilish choralarini ko'ryapmiz. Anjumanda inklyuziv ta'lim sohasidagi xalqaro tajribalar, mavjud muammolar va ularni hal etish yo'llari yuzasidan faol fikrlar almashildi. O'tayotgan haftada viloyat hokimi olimpiadasining tuman shahar bosqichlari bo'lib o'tdi. Samarqand viloyatidagi umumta'lim maktablarining o'quvchilari o'rtasida 15 ta fandan hokim olimpiadasi tashkil etildi. Unda viloyat bo'yicha 5000 nafarga yaqin o'quvchilar ishtirok etishdi. Olimpiadaning tuman shahar bosqichlarida yuqori natija ko'rsatgan o'quvchilar keyingi viloyat bosqichida ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiritadilar. O'tayotgan haftada viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi boshlig'i Nurobod tumanida bo'lib, tuman maktabgacha va maktab ta'lim bo'limida xodimlar uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi hamda xodimlar bilan ochiq muloqotda bo'ldi. Muloqot davomida soha oldida turgan dolzarb vazifalar, ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar hamda ularning mazmun mohiyati muhokama qilindi. Jumladan, boshqarma boshlig'i O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-martidagi maktabgacha va maktab ta'lim sohasida boshqaruv tizimi samaradorligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi 51-sonli farmoni mazmuni haqida batafsil to'xtalib o'tdi. Boshqarma boshlig'i ushbu farmon soha xodimlarini moddiy va ma'naviy jihatdan rag'batlantirish, ularning mehnatini munosib baholashga qaratilgan islohotlarning uzviy davomi ekanligini qayd etib, har bir xodim bu rag'batga javoban halol va vijdonan mehnat qilishi, o'z lavozim majburiyatlarini vaqtida va sidqidildan bajarishi zarurligini ta'kidladi. Bundan tashqari, tumandagi ayrim maktab jamoalarida ichki muhitni yaxshilash, aholi murojaatlarini o'z vaqtida qonun doirasida o'rganib chiqish hamda ijro intizomi masalalari bo'yicha mas'ullarga topshiriqlar berdi. Shuningdek, boshqarma boshlig'i viloyat moliya boshqarmasi boshlig'i birinchi o'rinbosari Botir Mirzayev bilan birgalikda Nurobod tumanidagi eng katta ta'lim muassasasi 2-umumta'lim maktabida bo'lib, ta'lim dargohi rahbariyati bilan muloqot qildi. Mazkur maktabda 2021-yilda qo'shimcha bino qurilib, eski binosi rekonstruksiya qilingan. Ayni paytda 1440 o'rinli maktabda 1875 nafar o'quvchilar ta'lim oladi. Muloqot davomida maktab mas'ullari viloyat rahbarlaridan maktab stadionini ta'mirlashda amaliy yordam so'radi. Moliya boshqarmasi boshlig'i birinchi o'rinbosari Botir Mirzayev yangi o'quv yiliga qadar maktabga sun'iy qoplamali mini stadion qurish masalasi ko'rib chiqilishini ma'lum qildi. Kitob inson tafakkurini shakllantiradigan, uni ma'rifatga yetaklaydigan eng buyuk ne'matlardan biridir. Navbatdagi lavhamiz viloyat pedagogik mahorat markazi ochiq kutubxonasidan tayyorlangan. Urgut tuman hokimi Botir Jabborov Samarqand viloyat pedagogik mahorat markazi huzurida faoliyat yuritayotgan ochiq kutubxonaga tashrif buyurib, kutubxona fondiga bir necha asarlarni sovg'a sifatida taqdim etdi. Tashrif chog'ida hokim kitob bilim manbai, ma'rifat kaliti ekanini ta'kidlar ekan, kitobxonlikni targ'ib qilish va o'qituvchilar o'rtasida ma'naviy-ma'rifiy muhitni yanada kuchaytirish muhimligi haqida o'z fikr va tilaklarini yozib qoldirdi. Ochiq kutubxona pedagog kadrlar uchun erkin o'qish, ilmiy va metodik manbalardan foydalanish imkonini yaratadigan ma'naviy maskanga aylanib bormoqda. Bunday tashabbuslar esa ta'lim sohasi xodimlari o'rtasida kitobga bo'lgan qiziqishni yanada oshirishga xizmat qiladi. Yurtimizda ta'lim sohasiga e'tibor oshib borayotgan bugungi kunda maktab bitiruvchilarining o'z ona maktablariga bo'lgan mehri va hurmati tobora amaliy tashabbuslarda o'z ifodasini topmoqda. Qo'shrabot tumanidagi qator umumta'lim maktablarida bunga yorqin misol bo'la oladigan faxrlanarli ishlar amalga oshirildi. Jumladan, Bozorjoy mahallasida joylashgan 74-umumta'lim maktabining 2000-yilgi bitiruvchilari tomonidan maktabni bitirganlikning 25 yilligi munosabati bilan ta'lim muassasasiga uzunligi 9 metr, balandligi 4 metr bo'lgan mustahkam va zamonaviy temir darvoza qurib berildi. Shuningdek, Zarkent qo'rg'onida joylashgan 26-umumta'lim maktabida ham bitiruvchilar tomonidan ibratli tashabbus amalga oshirildi. Mazkur maktabning 2003-yilgi bitiruvchilari o'z ilm maskanlariga hurmat ifodasi sifatida kutubxona uchun 100 dona badiiy adabiyotdan iborat kitoblar to'plamini sovg'a qilishdi. Jahon va o'zbek adabiyotining sara namunasi hisoblangan bu kitoblar o'quvchilarning bilim va ma'naviy saviyasini oshirishda muhim o'rin tutadi.
Biz ana shunday fidoyi, sadoqatli bitiruvchilarimiz bilan faxrlanamiz. Ular o'zlarining ilmga, ma'rifatga qo'shgan hissalari orqali yoshlarga namuna, jamiyat uchun faxrdirlar. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.